Men va'da qilgandek bugun 8 ayning 4 kuni Washington vaqti atgan soat 10dan 3 o'tdi, hozir 10da boshlayman degan. Savollarga javob beraman. Ikkinchi qitimliq degan va'dam bo'yicha bu naq maydonni hozir boshladim. Birinchi bu tushgan savol bundaq bir savol ekan. Mening savolim, siz hozirmi do'yin o'ynayapsiz? Sizning bu qilganingiz to'g'rimi? Siz Erkin Osiyo radiosida ishlaydigan odamg'u? Ha, rost. Siz hozirgacha do'yin o'ynayotgan bo'lsangiz, sizning do'yiningizni Xitoylar nemishga taqamaydi? Tırnaq, chet eldagi nurg'un Uyg'urlarning do'yini asosiy jihatdan taqilib bo'ldi. Bir necha qizil pachoqlarninkini hisobga olmaganda. Rahmat, savolim tugadi. Degan bir savol ekan. Buning beshida mening savolim, siz hozirmi do'yin o'ynayapsiz? Sizning bu qilganingiz to'g'rimi deydi. Endi bu do'yin degan Xitoydagi ijtimoiy taratquni ijtimoiy taratquga chiqib o'zining ideya fikrini yoki o'z to'g'risidagi uchurlarni yoki har xil narsalarni taqitish har bir odamniki o'ziniki erkinligi. Shuning uchun bu yerda uni to'g'rimi yoki xatomi deyish kelganda uni har bir odam o'zining qilgan ishining to'g'ri xatoligiga qarash kerak. Do'yin bilan munosabati yo'q. Ya'ni shu yerda shu taratquda chiqarayotgan filmi yoki so'zlayotgan gapi o'tirib qo'yayotgan fikrining to'g'ri xatoligiga qarash kerak. Buni nim bilan tushundirish to'g'ri keldi deganda, bu do'yinni o'ynash to'g'rimi xatomi degan gap. Buni bu dunyoga bir dangliq bu ikkinchi dunyo urushi mezgilida nemis natsistlari, Germaniya natsistlarininki lagerda terik qolgan bir dangliq psixolog bor, Yahudi, Viktor Frankl deydigan. Bu Viktor Franklninki kitobi bor. Ya'ni insonning ma'ni izdishi deydigan bir kitob. Bu kitobda Viktor Franklga bir qism kishilar intayin norozilik bilan bir gapni qiladi. Ya'ni Viktor Frankl nemis tilini, ya'ni natsistlar, ya'ni nemislar asos qilgan shu natsistlar bu yahudiylarni va boshqa bir qator shu chog'dagi kuchsiz to'plamlarni, ya'ni millatlarni qirganda shu chog'da boshqalar keyin Ikkinchi dunyo urushidan keyin bu hayot qolgan Viktor Frankl nemis tilini ishlatib kitob yozadi va nemis tilida nurg'un bir qator ilmiy xizmatlarni qiladi-da. Qilgandan keyin bir qancha kishi bu oldiga kelib, siz mush qilganingiz to'g'rimi? Siz nemis tilini qandaqmi ishlatganingiz keldi degandan keyin shuning bilan Viktor Frankl o'xshash chiroy bilan, ya'ni ashular ishlatgan ashundaq saskangan chiroy bilan ularga deydi. Sizlar tomoq etamsizlar degandan keyin degandan keyin tomoqda pichoq ishlatamsizlar degandan keyin deydi. Bu qanday pichoqni ishlatganlik keldi? Chunki bu pichoqda nurg'un qotillar odam o'tgan tursa, ya'ni oxiri tushundirdi. Ya'ni pichoqni siz ishlatish to'g'rimi, xatomi deb so'ramaysiz. Pichoqni to'g'ri joyga ishlata olsangiz, to'g'ri bo'ladi. Xato joyga ishlatsangiz, albatta xato bo'ldi demakchi. Shunga do'yinga berdigan sizning bu qilganingiz to'g'rimi degan savolga javobim. Endi siz Erkin Osiyo radiosida ishlaydigan odamg'u. Buningga men javob beray. Men Erkin Osiyo radiosida ishlamayman.
Men Amerika ovozida ishlayman. Erkin Osiyo radiosi va Amerika ovozi ikkisi ayrim ikki axborot organi Amerikadagi. O'xshash shaharda, ya'ni Amerikaning poytaxti Washington DC'da. Rost, siz hozirgacha do'yin o'ynayotgan bo'lsangiz, sizning do'yiningizni Xitoylar nemishga taqamaydi? Birinchisi bu savolni so'rg'ichi meningki hozirgacha do'yin o'ynayotgan yoki o'ynayotganligimni bilmaydigan emasmi? Men do'yin o'ynash deb qo'yaylik bo'pti. Do'yinni qo'llangan. Birinchi qitimliq qo'llangan vaqtda men ichib bir mezgil hech qanday bir narsa chiqarmadim. Keyin asta chiqarib o'tgan yili toki mening ya'ni Amerika ovozidagi hujjatlik filmim 25 minutlik hujjatlik filmim tarqalganga qadar, ya'ni 6-oyning 20-kuni 2023-yili. Shu chaqqa qadar normal filmlarni o'zimningki normal hayotim to'g'risidagi filmlarni chiqarib kelayotgan. Shu 6-oyning 20-kuni u hujjatlik film chiqqan vaqtda oldingi 90 minutni qani bir qo'yib boqay qanday qildi deb chiqargandan keyin nurg'un kishilar ko'rgan bo'ldi. Xitoy darhol buni bayqagandan keyin meningki bu do'yin akkauntimni taqib etdi va Weibo deydigan mening akkauntim bor, buni taqib etdi. Undan keyin yana birini ochdim, yaqinga qadar ancha-muncha bir narsalarni chiqardim. Yaqinda Amerikadagi yashash va uy mulk to'g'risidagi bir qancha qisqa uchurlarni tarqatgandan keyin kishilar bakchiq ko'rib ketganlik sababidan uni taqib etdi. Agar qiziqqan bo'lsangiz, buni deb beryapman sizga. Qiziqqanligingiz uchun. Lekin chet eldagi nurg'un Uyg'urlarning do'yini asos jihatdan taqilib bo'ldi. Bir necha qizil pachoqlarnikini hisob qilmaganda. Endi siz bu tirnoq ichidagi so'zni degan vaqtda endi nurg'unlarning do'yini asos jihatdan taqilib bo'ldi debsiz. Taqalgan bo'lishi mumkin, meningkiga o'xshash, taqalmaganlarim bo'lishi mumkin. Hamda ularning qizil pachoq ekanligini men bilmayman. Rahmat, savolim tugadi. Bu savolga javob shu. Hamda yana do'yinni nurg'unlar yaxshi qo'llanayotganlar bor. Ya'ni shu vatanda nemish bo'lyotidi, undan keyin vatanda shu chidamay zulmga ba'zi uchurlarni do'yin orqali tarqatganlarninki shu filmlarni tushirib, ya'ni g'arbdagi erkin taratquda tarqitib shuni bo'lsimi xalqaroga to'nitayotganlar bor. Masalan, Zumrat Davud qatorliqlar shu ishni qilyotdi. Bu mana dal shu pichoqni to'g'ri joyga ishlatish degan gap. Ondan o'tganda bir qator savollarda javobni degandek to'liq bermay o'tib ketgan bir qancha nuqta bordi. Shu savollar ustida to'xtalmoqchi. Undan keyin men bu naq maydonni oxirlashtirmay bugungi naq maydonni. Bu savolda mundaq bir narsa so'ralgan. So'raydigan savol bak jiq, lekin oldi bilan sog'lom badanda sog'lom aql deb qandoq chiniqsiz, qandoq aplarni ishlatasiz, tomoqni qandoq yeysiz, qishda yozda chiniqishni qandoq o'rinlashtirasiz, yugurganda qaysi markalik oyoq yaxshi, uyda chiniqqandachu, bolalaringizni qandoq chiniqtirasiz, suv uzgandachu, chiniqishdan zaxmlanishni oldini olish uchun qandoq qilish kerak, faqat chiniqib boqmaganlar qayerdan boshlash kerak, vaqtingizni qandoq o'rinlashtirasiz va hokazo. Bu chiniqishga aloqador savollar ekan, lekin inchki nuqtalarini so'rgan. Endi faqat chiniqib boqmagan kishilarga nisbatan kichikdan boshlash kerak. Ya'ni yugurib boqmoqchi yugurmagan bo'lsangiz, cho'qim minishdan boshlasangiz bo'ladi. 5 minut yoki 10 minut bir kunda. Endi albatta qandoq kiyim kiyish deganda dal shu tan tarbiya, kalta, ishton, mayka, lekin yugurish, tan harakat oyig'i degandek. Endi qaysi marka deganda har bir nurg'un markalar bor. Shuning uchun o'zingizga mos keladiganini tanlasangiz bo'ldi. Bak cho'qim ma'lum markalikni setib olishingiz kerak degan mening tanlashim yo'q. Endi appga kelganda o'tganda degandim, beachbody.com degan bir app bor deb, u pulliq. Shuning uchun balkim siz chiniqish to'g'risida yaxshiroq
o'zimga mos keladigan chiniqish usulini yoki chiniqish o'rgatguchi, ya'ni terimlarini topaman desangiz, YouTube qatorli kanallardan izlab shunday haqsiz yaxshi chiniqish filmlarini chiqarib qo'yadiganlar bor. Nurg'un kishilar agashgan. Shu orqali menimcha izlanib ko'rsangiz bo'ldi. Ondan qishda, yozda chiniqishni qanday o'rinlashtirasiz? Albatta qish, yozda men kichik, qisqa, cho'qim davomliq bo'lish tarafdori. Shuningga qish, yoz demay, shu uyda masalan qisqa chiniqishni uyda ilib bormay, hozir shu sizlar bilan film so'zlashayotgan o'rnimda chiniqadigan bo'shliqim bor. Shu chiniqishni qilaman. Masalan, normal badan chiniqtirish, undan boshqa nima? Yoga, uniki meditation deymiz. Diqqatni yig'ib, g'oyiblardek o'ltirish degandek. Bu bir qator chiniqish usullarini qilaman. Ko'pincha men chiniqqanda badanni ishlatish, ya'ni chiniqish asboblaridan ko'ra bakrak badan, masalan qo'l, put, shu butkul badanning kuchini ishlatib turib, badanni chiniqtirishni chiniqtiradigan chiniqish usullarini elib borman. Masalan, yoga shuning bir tarkibiy qismi. Ana bolalaringizni qanday chiniqtirasiz? Bolalarimni ko'pincha shu darsdan sirtqi kurjuklarga, masalan, gimnastika, cho'yli to'p, undan keyin futbol, suv uzish, yana qaysi darslar bor? At minish, yani bir qator shundoq tanharakat darslari, kaltak to'p degandek. Shundoq darslarga tizimlatib, shu darslarga qatnashtirib, uzluksiz haftada har birisininki masalan o'xshamaydigan, haftada bir qitim degandek chiniqtirib turadigan gap. Undan boshqa bu bolalarmi cho'nglarning chiniqqanini, harakat qilganini ko'rsa, bu yuqumliqchi. Shunga bularmi kelib siz bilan tang chiniqishning ahamiyatini his qilgandek qilib degandek bakrak ma'noda. Undan boshqa uyda kichik tipda bo'lsa-mu, bolalar yamishib, sangillab, mashq qilib, qo'l putini yaxshi ishlatadigan shunday bir chiniqish asbobini qurashtirib olgan yog'och shotluq. Shuning bilanmi xili yaxshi harakatlarni ilib bordi. Undan boshqa vaqtim chiqsa, ularni shu tabiatga ilib chiqib, velosiped haydab, ba'zida birga ozroq qisqa yugurish, mingish degandek harakatlarni qilib, so'zishga olib degandek ishlarni qilamiz. Faqat chiniqib boqmaganlar qayerdan boshlash kerak? Faqat chiniqib boqmaganlar shu kichik minishdan boshlasa bo'ladi. Undan boshqa barbara degandek oldiga yana minish kerak. Undan boshqa qishda bolalarni masalan nima? Qar tiyilishga cho'qim elib chiqaman. Doim havo sovigan vaqtda, qar yoqqan vaqtda qar tiyilish ko'p qilamiz. Qar tiyilish bir xil ko'ngillik tanharakat turi. Undan boshqa yana muz tiyilish kursimi qatnashtirman. Shuning bilan bolalarningki bu jismoniy ya'ni badan saposiniki yaxshi turishi ham texnik yaxshi taraqqiy qilishining oldini ilgari so'gili bo'ladi. Va bolalarningki aqliy iqtidorimi bir tarafdan jismoniy jihatdagi jushqunligi, aqliy iqtidorining yuqori ko'tarilishiga turtki bo'ldi degandek. Shuningga bugun mushada menimcha oxirlashtirsam bo'ladi. Yana keyingi qitimliq naq maydonda yana paranglashaylik. Xayr xo'sh.